ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa mana shu davlat tashqi qarzi masalalari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda chiquvchilar tomonidan norozilik muhitini shakllantirishga urinish ko'rinishdagi ba'zi bir chiqishlar ko'zga tashlanmoqda. Davlat tomonidan jalb etilayotgan qarzni agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, shuni 84% bu davlatning tashqi qarzi hisobiga, qolgan 16% ichki qarz mablag'lari hisobiga shakllanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu qarz mablag'lari asosan qaysi maqsadlarga ishlatilyapti? Endi qarz mablag'larini ishlatilish bir tahlilini ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda 45% demak byudjetni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilayotgan bo'lsa, qolgan qismi investitsion loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi davlat byudjetining 52% dan oshiq qismi ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotganligini va ijtimoiy soha o'z-o'zidan ma'lumki, bu yerda ta'limga, ya'ni bu inson kapitaliga yo'naltirilayotgan mablag' sifatida, yo bo'lmasa sog'liqni saqlash. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa mana shu davlat tashqi qarzi masalalari bo'yicha qaysidir bir norozilik kayfiyatida ijtimoiy tarmoqlarda chiquvchilar tomonidan go'yoki boyagi davlatning tashqi qarzi bugungi kunda oshib borayotganligidan bir xavotirdaligini bildirib, qandaydir bir norozilik muhitini shakllantirishga urinish ko'rinishdagi ba'zi bir chiqishlar ko'zga tashlanmoqda. Endi bitta narsani to'g'ri anglash kerak. O'zbekistonning tashqi qarzi umuman ikkiga bo'linadi. Ya'ni davlat qarzi va xususiy qarzdan iborat. Demak, bu davlat qarzi va korporativ qarz desa ham bo'ladi. Demak, bu yerda davlat qarzi bu davlat manfaatlari uchun jalb etilgan mablag'lar bo'ladigan bo'lsa, endi korporativ qarzlar bu davlat ulushiga ega bo'lgan korxonalar tomonidan jalb qilingan qarz mablag'lari. Ya'niki qarzdor qimmatli qog'ozlarni joylashtirish hisobiga, mana bugungi kunda bu kabi kompaniyalarga misol sifatida mana O'zbekneftgaz yoki O'zsanoat qurilish bank, O'zmilliy banklar va boshqa bir qator kompaniyalarni keltirish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda davlat qarzi bugungi kunda mana Iqtisodiyot va Moliya vazirligini rasmiy ma'lumotiga ko'ra bugungi kunda 40 milliard dollarni tashkil etayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu davlat tomonidan jalb etilayotgan qarzni agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, shuni 84% bu davlatning tashqi qarzi hisobiga, qolgan 16% ichki qarz mablag'lari hisobiga shakllanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Asosan Jahon banki hisobiga yoki Osiyo taraqqiyot banki hisobiga to'g'ri kelayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu qarz mablag'lari asosan qaysi maqsadlarga ishlatilyapti? Endi qarz mablag'larini ishlatilish bir tahlilini ko'radigan bo'lsak, bugungi kunda 45% demak byudjetni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilayotgan bo'lsa, qolgan qismi investitsion loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz bilamizki, bugungi kunda davlat byudjeti mablag'lari asosan mana shu ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu davlat byudjetining 52% dan oshiq qismi ijtimoiy sohaga yo'naltirilayotganligini va ijtimoiy soha o'z-o'zidan ma'lumki, bu yerda ta'limga, ya'ni bu inson kapitaliga yo'naltirilayotgan mablag' sifatida, yo bo'lmasa sog'liqni saqlash va aholining sog'liqni saqlash masalalariga yo'naltirilayotgan bir mablag' sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'yingki, boringki, bugungi kunda mana shu qarz mablag'larini jalb qilinishi bevosita maqsadli jalb qilinayotganligini va bu jalb qilinayotgan mablag'lar asosan mana shu kelajakka bir investitsiya sifatida, umuman mana shu iqtisodiyotni barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilayotgan bir investitsiya sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Davlat qarzi mablag'larini agar bir dunyo mamlakatlari kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi kunda mana rivojlangan davlatlarda mana Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yaponiyada bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan mana Amerika Qo'shma Shtatlarida 150% atrofida, yo bo'lmasam Yaponiyada bu 250% gacha tashkil etayotganligi bu davlatlarda shu mablag'larni, qarz mablag'larini shu ko'rsatkichga ega bo'lishi, demak bugungi kunda holatda agar mamlakat iqtisodiy rivojlanish davom etadigan bo'lsa, demak agar bu 150% ni tashkil etadigan bo'lsa, demak bu 1,5 yildan keyin, agar 250-300% ni tashkil etadigan bo'lsa, 3 yildan keyin bugungi qarzini qoplash imkoniyatiga ega bo'ladi degani. Demak, bu qarz mablag'lari bu iqtisodiy maqsadlar uchun, masalan, davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar, davlat investitsiya dasturlarini moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar sifatida, qaysiki mana bugungi kunda mana qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga, yo bo'lmasam yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltirilayotganligi, mana bularning hammasi pirovard natijada bugungi kunda O'zbekistonda oxirgi yillardagi yalpi ichki mahsulotning
6% atrofida o'sishiga turtki sifatida mana shu mablag'larni jalb qilinishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.